Hop, assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan ish muhitini sozlash haqida ozgina gaplashib olamiz. Hop, biz loyihamizda albatta dasturlash tilini o'rganar ekanmiz, baribir kod yozamiz. Faqat bizga kod yozish uchun bizga kod editor kerak bo'ladi. Men VS Code kod editoridan foydalanaman. Hop, agar shu vaqtgacha HTML, CSSda VS Codedan foydalanib kelgan bo'lsangiz, siz uchun bu muammo emas. Keling, buni yuklab olishni ozgina ko'rsataman brauzerda. Istalgan brauzerga o'tib, VS Code'ni o'zini mana bu saytiga o'tadigan bo'lsangiz, misol uchun sizda mana bunday oyna ochiladi, VS Code'ni o'zi. Download for Windows deydi. Bosasiz, o'zi avtomatik sizga Windows uchun yuklab oladi. Hop, ha, men уже endi mavjud VS Code, o'shaning uchun menga shart emas. Hop, ana endi VS Code'ni yuklab olish unaqa qiyin emas. Yuklab bo'lganingizdan keyin uni ochasiz, next tugmasini bosaverasiz, o'zi install qilib oladi. Yuklab olgandan keyin sizda bo'sh oyna ochiladi. Bo'sh oynaga birinchi o'rinda buni ochib tashlayman. Bo'sh oynaga birinchi o'rinda siz nima ochib olishingiz kerak bo'ladi? Papka ochib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizda bo'sh oynada mana bunaqa holat bo'ladi. Mana shunaqa holat bo'ladi. Siz bunga papka ochib olishingiz kerak bo'ladi. Keling, narigi papkani ochib tashlayman. Fayl ustiga bosasiz. Mana bu fayl qismi. Siz bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Yangi fayl ochasiz, yangi oyna ochasiz, yangi mavjud faylni ochasiz va mavjud papkani ochishingiz mumkin. Hop, biz keling bu yoqdan open folder deb bosamiz. Desktopdan misol uchun frontend.js degan papkani tanlayman o'zim uchun. Mana ichida qarang, existing mavjud papkalar bor. Papkamni ichida va fayl ham bor ekan, HTML fayl oddiygina. Hop, endi keling, bu yerdan siz fayl ochasiz, papka ochasiz. Bu yerdan refresh qilishingiz mumkin. Hop, bu yerda yana bir qancha o'zingizga moslab oladigan xususiyatlari bor. Buni o'zingiz ham ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Mana bu qidiruv qismida siz misol uchun istalgan narsani qidirishingiz mumkin. Misol uchun men mana shu loyihamdagi H6 degan tegni qidiraman. Mana ko'rishingiz mumkin, H6 degan teglarni chiqarib beryapti. Juda ham qulay. Kodlarni refaktor qilayotganda yoki kerakli kaliti so'zlarni qidirayotgan vaqtda bu bizga ancha ish beradi. Xo'p, bu bizga version control system bilan ishlash uchun, bu debugging uchun, mana bu esa extension uchun bizga kerak bo'ladi. Bu yoqdan siz istagan extensioningizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, live server haqida birinchi to'xtalib o'taylik. Live serverni yuklab olasiz. Shunchaki bu yerga live server deb yozsangiz, live server chiqadi. Ustiga bosib buni install qilib olasiz. Sizda install chiqadi. Men yuklab olganim uchun menda allaqachon uninstall chiqib bo'lgan. Xo'p, buni yuklab olganingizdan keyin buni qanday ishlatasiz? Yuklab olganingizdan keyin HTML faylga o'tasiz. Eslab qoling, HTML faylda ishlaydi faqat bu. Open with live server deb bosasiz. Va bu sizga avtomatik mana bu avtomatik, ya'ni lokalniy port ochib, sizning loyihangizni ishga tushirib beradi. Buni qulaylik tarafi, misol uchun hello.js deydigan bo'lsa, mana JavaScript faylini chiqarib beryapti. Xo'p, keling buni H6 ni H1 ga o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, agar sezgan bo'lsangiz, men juda ham tezlik bilan bu teglarni almashtiryapman. Ya'ni birinchisini o'zgartirsam, ikkinchisi avtomatik o'zgaryapti. Demak, bunda ham qandaydir extensionlar bor. Xo'p, live server haqida ko'p to'xtalishimiz shart emas, juda ham bizga foydali va dars davomida ko'p o'tamiz hali. Xo'p, bizda auto close tag, auto complete tag va auto rename tag degan taglar bor. Misol uchun bularni hammasini ko'rib o'tamiz. Keling, mana bu yerga div degan bitta element ochaman. Hop, mana buni ochishingiz mumkin. Div avtomatik yopishim bilan menda keyingi divning juft qismi ham chiqib kelyapti. Yokida men divni o'rniga paragraf yozmoqchiman. Mana ko'ryapsizmi, avtomatik bu rename bo'lyapti. Ya'ni mana shu uchala extensionlar yuklab olsangiz, sizda ham ish faoliyatingiz ancha samarador bo'ladi. Bootstrap bilan ham ishlashimiz mumkin loyihamizda. O'shaning uchun buni ham yuklab oling. Sizga bonus sifatida Bootstrapni ham o'rgatib ketaman. Xo'p,
Endi mana bu yerga qarashingiz mumkin. Bizda chiroyli papkalar bor. Papkalarimizni nomiga qarab unga mana shunaqa xuddi chiroyli bir papka rasmi chiqib turibdi. Bu ham bitta ajoyib ish muhitini yoqimli qiladi. O'shaning uchun siz mana Material Icon Theme'ni yuklab oling. Misol uchun HTML fayl ochgan bo'lsam ham HTMLning fayli chiqib turadi. Agar siz mm, app.py degan fayl ochadigan bo'lsangiz, misol uchun bu Python fayl bo'lgani uchun mana Pythonning ikonkasi chiqib turibdi. Xo'p, mana bunaqa menimcha murakkab bo'lmaydi siz uchun buni yuklab olish. Mana bu yerda Material Theme degan narsa bor. Bu VS Code uchun mavzular, kerakli mavzuni o'zingiz mana bu yerdan VS Code'ni o'ziniki ham bor va Material Theme'ni temalari ham bor. Keraklisini o'zingiz olaverasiz. Hop, bu yerda Prettier bor. Prettier bu sizni kodingizni chiroylashtirib beradi. Misol uchun kodingiz mana bu yerda buzilib yotgan bo'lsa, qanaqadir bunday emas u. Mana bunday holatda buzilib turgan bo'lsa, hop, open with after emas, keling open document with temizdagi mana bu yerda bosadigan bo'lsak, Prettier chiqib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin, Prettier bilan mana ancha to'g'irlab oldik. Yoki mana bu yerda ham agar yuklab olsangiz, Prettier chiqadi. Hop, bu yerda muammo qildi. Yo'q, kerak emas. Tinchgina bizga mana bunda Pretter'ni ishlatganimiz yaxshi. Yoki format dokumentni o'zini ishlatsangiz ham default chiqarib beraveradi. Hozircha shu. Mana shulardan foydalanib ko'ring. Keyingi darslardan boshlab JavaScriptni kodini yozishni boshlaymiz.